Bugungi videomizda insultdan keyin davolanishda qilinadigan top 3 ta xato haqida gaplashamiz. Birinchisi, antibiotik va dori-darmonli o'tirib qolishlik. Bu insult kasalligida faqat shundan yechim topishlik bu noto'g'ri. Bunga parallelniy ravishda reabilitatsiya bilan birgalikda shug'ullanish kerak bo'ladi. Reabilitatsiya bilan shug'ullanganda effekti 2 karra oshadi. Faqat dori-darmonga suyanib qolsa, ertaga tonus bo'lib, qo'l, oyoq bo'g'imlari qotib qolib, ertaga reabilitatsiyamizni yana ham kechiktiradi. Ikkinchisi, ko'p uchraydigan xato bu bemor harakatsiz yotqizib qo'yishadi. Eng achinarlisi bo'lsa, mana shu narsani doktorlarimiz tavsiya berishyapti. 3 oy, 6 oy qimirlatmasdan yotqizib, favqulodda insult bo'lib qoladi deb qo'rqitib. Yo'q, buni bemor holatidan kelib chiqib, o'zi reabilitolog mutaxassis to'g'ri metodlar asosida olib boradigan bo'lsa, poetapin passivniy darajada sekin-sekinlik bilan boshlaydigan bo'lsa, hech qachon favqulodda insult bo'lmaydi. Naborot tiklanishi tezlashadi u patsientni. Yotqizib qo'yishlik xato bo'ladi, uni parallelniy reabilitatsiya bilan ishlash kerak bo'ladi. Uchinchisi, eng asosiysi bu reabilitatsiyani kech boshlashlik. O'zi aslida biz o'zbek xalqimizda reabilitolog, reabilitatsiya degan so'z atamalar endi kirib kelyapti. Uje boshiga tushgan odamlar tushunyaptiki, hali boshiga tushmaganlar bilishmaydi. Shuni sababli ham faqat ukol dori olib, antibiotiklar olib yuraverishadi. Reabilitatsiya surilib ketyapti. Bu qancha uzoqga surilsa, uni tiklanishi shuncha qiyinlashadi. Sababi harakatsiz yotgan tanada o'sha mushaklar qotishni boshlaydi. Mushaklar qotgandan keyin reabilitolog kelgandan keyin birinchi uni turg'izib harakatga kirgizishdan oldin mushaklarni yumshatish kerak bo'ladi. Keyin sekin-sekin harakatga kiradi. O'shaning uchun ham imkon boricha reabilitatsiyani vaqtli boshlash kerak. Avval boshida boshlanayotgan reabilitatsiyani mutaxassis bilan birgalikda ishlash kerak bo'ladi. Undan keyin uy sharoitida o'zi mutaxassislar tavsiya berishadi. Endi bunaqasiga davom ettirsanglar bo'ladi deb, keyin uy sharoitida reabilitatsiyani davom ettirasizlar. Boshida men tavsiya bergan bo'lardimki, o'sha reabilitolog mutaxassislar bilan kompleks tarzda ishlashinglar. Biz Toshkent shahri ichida insult patsientlarga individual reabilitatsiya xizmatlarini taklif qilamiz. Hammasini uyidan chiqmagan holatda qilib beramiz. Bemorlarimizni to turib yurgunlaricha bo'lgan hamma muolajalarni o'zimizda mutaxassislarimiz yetarli hammasini qilib berishadi. Agar sizlarga ham insultdan keyingi reabilitatsiya muolajalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Shu nomerlar orqali aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Men o'zim podrobniy sizlarga tushuntirib beraman.